Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, aziz obunachilar, hammalarga alangali salom. Hop, hurmatli obunachilar, mana ko'pchilik kanalga video qo'ymayapsiz deyishyapti mana. Endi ozgina sezonimiz boshlanib qoldi, ishlar ko'payib ketdi. Xudo xolasa endi sekin-sekin qo'yib turaman. Bu Vyetnam makiyon akalar. Vyetnamga qiziqadiganlarga bu ham sotilaveradi. Bu toza tanachi makiyon. O'zi ham tanaga uradi, otasi ham shunaqa edi. Bu grachik yonboshda urab yuradi. Bu ham shunaqa juda serkaltay makiyon. Bu xo'roz tomoshaga. Bularning ichida u bitta asha Vyetnam makiyonni takiga shu va'da qilib qo'yganman. Qolganini kelishib qolsa sotiladi, lekin arzonchi emas. Endi $300-400 hali $300-400 deb unaqa qimmat ham narx aytilmaydi, lekin 500-600 ming makiyonlar emas. Sababi zotda otasi, bularni ham hammasini otasi shu 5 ming, 6 ming, 7 ming dollarlik xo'rozlarni qizlardan olganman o'zim qimmat pulga jo'jaligida. Ishqivozi chiqsa sotiladi, bo'lmasa tomosha. Bu xo'roz ham sotilmaydi tomoshaga. Xo'roz kilosi 4,5 kilo edi, hozir 4 kilo 300 ga tushibdi. Mana kunlar isib ketdi, bir orada xirray bo'lib qoldi. Shu bo'yinlarni ochib qo'ydim. Bu avgust jo'jasi. Juda bu ham ikki yonboshda o'rab yuradi, kaltagi zahar. Endi zot qilaman degan odamga kurgi bo'lsa, kurki tovug'i liboy payt ochirsa bo'laveradi. O'ynayman degan odam ertaga ochiradi. Endi hozir ochirsa ham keyingi yilga kuzga o'ynasa bo'laveradi. Yozga ham shunaqa. Bu ham avgustda chiqqan. Endi buni ham oktyabr oylarida o'ynaladi. Ishqibozlar bo'lsa, tuxum jo'jalari bor, aloqaga chiqaverasizlar. Hop, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, mana bular bor. Bularning ham tuxumlari bor, o'zi sotilmaydi, tuxum jo'jalari bor, bola oldim. Xo'roz 3 ta yutgan, yaxshi pulga berilmayotgan. Tomoshaga bular 1 oyda 3 ta yutgan xo'roz. Karis zot. Mana makiyonlar Vyetnam bilan Shamudan chiqqan. Juda serkaltay, shu 5 talik kaltay bor. Xo'roz o'ta yo'ldor xo'roz. 4 kilo 300 da o'ynadi, 4,5 kilo, 4 kilo 600-700 xo'rozlarga tushdi 3 marta o'ynab. Juda serkaltak, xo'roz o'ldirib qo'ydi uradi. Ishqibozlar bo'lsa, tuxum jo'jalari bor, hurmatli obunachilar. Xo'p, mana hurmatli obunachilar. Bular aprel oyida chiqqan jo'jalar. Ichida shu aprelda oxiri, o'zi bular aprel 20-sida chiqqan, aprelda shu 30da mayda boshida chiqqanlari ham bor, u kichikroqlari. Bu Vyetnam makiyon. Bular yapon zotdan, bu privoznoy kelgan. Ichida yana bitta xo'roz bor. O kundalar o'zim zotimdan, shu 3 tulay makiyonni bolalari. Uni qoralar, nokaut xo'rozimnikidan, otasining jangi bor. Bular hozircha tomoshaga, endi ishqivozi chiqsa yaxshi pul berganga sotiladi. Bo'lmasa hozircha tomosha. Endi bularning ichida dekorativ tovuqlar ham bor. O'zim shunaqaga qiziqaman. Kimdirga dekorativ tovuq kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar, tanishlar bor. O'zimda bo'lsa o'zimda, bo'lmasa telefon nomerlarini topib berishga harakat qilaman. Hop, hurmatli obunachilar, mana bular ko'proq dekorativ tovuqlar. Galland bor bularning ichida. Galland bor, keyin mana Phoenix bor, Brekel bor, shunaqa. U qoralar shu tulay makiyonlardan mana. Juda qattiq uradigan bitta nokaut cho'rozim bor. Shundan ko'p bola oldim, o'shandan chiqqan. Bular may oyida chiqqan. Xudo xolasa qiziqqanlarga qilib beraman. Bular ichida ham kundasi rosa ko'p. Kunda to'nka deydimi, shunaqa. Hop,
Hop, telefon nomerim 93 604 52 52. Telegram, WhatsApp, imo bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Endi hozircha tomoshaga ishqibozlari bo'lsa, gaplashamiz akalar. Lekin arzonchi emas, sababi shu mehnat qilib, zot qilaman deb yaxshi narsalardan bola olganman-da. Tuxum jo'jalari kerak bo'lsa, tuxum jo'jalar kerak bo'lsa ham shu aloqaga chiqaverasizlar. Tuxumlar ham bo'lib turibdi, yaxshi. Hop, yana 1-2 kunda xudo xolasa yana bir yangi video chiqarishga harakat qilaman. Sizlar shu sizlardan bitta yordam, bitta like bosib qo'yasizlar videoga, kommentariyaga bitta fikr, kanalimiz rivoji uchun. Sog' bo'lasizlar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.